Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan biz ko'proq uyqusizlik kasali sababchilari nima va buni qanday davolash mumkin degan savollarga javob bermoqchiman. Uyqusizlik ko'pchilik depressiyadan keyin kelib chiqadi. Tushkunlik kayfiyatiga ko'p tushgan odamda hamda qoni kamaygan odamlarda ichki buzilishlar oqibatida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Uyqusizlikka ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin siz bilan biz kechqurun to'yib 8 soat uxlamaydigan bo'lsak, kechqurungi 11 dan tungi soat 3 gacha bizdan melatonin degan gormon hosil bo'ladi. Mana shu uxlamaydigan bo'lsak, shu gormonni sintezi buziladi, sizda surunkali bosh og'rig'i, miyada kislorod yetishmasligi, xotira pasayishi va aqliy ojizlik kasalligi hamda qanaqadir miyangizda shovqinlar paydo bo'lishni boshlaydi. Agar biz melatonin gormoni butun organizm dam oldiradigan gormon agar yaxshi bizda ishlab chiqarilmaydigan bo'lsa, doimiy ravishda siz shikoyatda yurasiz. Chunki ham organizmdagi jarayonlar bir-biriga bog'liq. Mana ko'pchilikda shu yaxshi uxlamasligi oqibatida triptofan degan gormonini sintezlanishi buziladi. Depressiya, tushkunlik, vahima kasali, mana o'lib qolaman yoki manaqa bo'lib qolaman yoki chuqurga tushib ketyapman, yotdim deguncha yoki tushimda qora narsalar bosyapti meni degan vahimalar uyg'onadi. Xuddi mana shuni oldini olish maqsadida hamda uni davolash maqsadida men sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan mahsulotlar bor. Bu mahsulotlar antidepressant, ya'ni ham uyqu chaqiradi, ham tushkunlikdan chiqaradigan mahsulot bu. Antidepressivniy chayim bor, fitochoy. Bir paketdan 2 mahal ovqatdan oldin ichiladi bu. Ovqatdan yarim soat oldin 200 gram dog' suvga damlab, ho'plab ichiladi. Ham yana bir mahsulotlarimizdan biri bu miyada qon aylashini davolovchi ginga biloba degan mahsulot. Tarkibida ginga bilobani eshitishi bilan bu ko'pchilik mutaxassislar biladi, bu miyadagi ichki hada mayda kapillyar qon tomiridagi qonlarni ham aylantirishga juda katta samarali vosita hisoblanadi. Demak, qon aylashni boshladimi, miyangiz har bir hujayralari oziqlanishda boshladimi, sizda tushkunlik kayfiyati ham yo'qoladi, uyqusizlik ham bartaraf bo'ladi. Keyingisi valeriana melissa degan mahsulot bor. Bu mana shu mahsulot albatta sizni tinchlantiradi. Ichingizda shunaqa yomon kayfiyat uyg'onayotgan bo'lsa, tushkunlik paydo bo'layotgan bo'lsa, mana shu tushkunlikdan ham chiqaradi. Mana shu uchala mahsulot juda ham arzon sog'lig'ingizga nisbatan. Rossiya olimlari tomonidan ishlab chiqarilgan. 27 yildan beri juda ko'p xalqlarga taqdim qilinayotgan, juda ko'pchilik shifo topgan ajoyib mahsulot hisoblanadi, ya'ni innovatsion mahsulot hisoblanadi. Tarkibi 100% tabiiy. Hech qanaqa organizmga nojo'ya ta'siri yo'q. Buni albatta ichib o'zingizda sinab ko'rsangizgina bilasiz. Hech qachon uyqusizlik kasaliga duchor bo'lmang. Agar siz bu kasaldan qiynalayotgan bo'lsangiz, marhamat murojaat qiling, telefon qiling. Sizga ekspertlar, mutaxassislar telefoningizga javob berishadi. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati bor, dastavka tekin. Video so'ngida telefon nomerlar qoldirilgan. Omon bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar. Ko'rishganda ko'rishguncha.